yaxshi, ajoyib, zo'r. Odamlar hammasi nasriyasi yaxshi. Hammaga yaxshi ta'sir qilsa kerak dema bro. Meni tek qilib, mana Abror pivo festivalini gapira olmaydi. Abror faqat Rasul Kusherbayevni, Hamid Sodiqni gapiradi, deyapti. Qarang, provokatsiyani qarang. Все zo'r bo'lyapti. Все классно, все классно, мне очень нравится. Hozirgi sizning yoshingizdagilar festival qanaqa ta'sir qiladi? Нормально, ta'sir qiladi. Нормально, ta'sir qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zbekiston diniy idorasi bilan pivo festivali haqida o'rtamizda suhbat bo'lib o'tdi. Albatta bugun bu suhbatni eshitishingiz mumkin. Undan avval hammanglarning e'tiboringlarni bir muhim nuqtaga qaratmoqchiman va biroz mulohaza qilishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Ana undan keyin bu suhbatni to'liqligicha bemalol eshitishingiz mumkin. So'zimni shu savol bilan boshlayman. Nega bu fahshga to'la, fujurga to'la pivo festivaliga na diniy idora, na saroy mullalari, na ommaviy axborot vositalari biron bitta munosabat bildirmadi? Axir sizlar emasmidinglar xalqqa dardida jonini berishga tayyor bo'lganlar? Sizlar emasmidinglar yoshlarni, kelajak avlodni taqdiridan xavotir bo'lganlar? Qachonki yoshlar tashqaridagi da'vatchilarni, bizga o'xshagan tolibiy ilmlarni eshitsa, ularning taqdiridan xavotirga tushasizlar, ularni qaytarasizlar. Nega burninglarning tegida turgan fahshga to'la, zinoga to'la festivaldan qaytarmaysizlar? Odam ham shunaqa ikkiyuzli bo'ladimi? O'zbekistonda bu fahshga to'la pivo festivali boshlanishi bilan ilmiy jihatdan otasiga oq bo'lgan bir saroy mullasi tashqaridagi da'vatchiga tuhmat qilib hammani e'tiborini o'ziga qaratishni boshladi. Mana shunday bir qochqinda bo'lib, sen qochqinda bo'lib ham bir hurmatga qochqin emassan-da, sen iflos iblis. Bu yoqda borib olib dindan gapirgan bo'lib, hali O'zbekistonga tosh otasan, hali Qirg'iziston davlatiga tosh otasan. Sen iflos. Lekin pivo festivali haqida lom-lum demadi. Ikkinchi tarafidan hammamizga taniqli bo'lgan bir saroy mullasi bu pivo festivaliga meni ota-onam, xotin bola chaqam bormayapti, buni gapirish provokatsiyadir deb chiqdi. Pivo festivalini gapirmaysanmi deyotgan odamlar. Sizlar agar o'tda bo'lsanglar, nima qilyapsizlar o'tda? Yoki oilanglar, qizinglar, ukanglar, onanglar, dadanglar pivo festivalida bo'lsa, nima qilishyapti o'tda ular? Biz pivo festivalini nima uchun gapirishimiz kerak? Ey qochish bo'yicha Fransiya chempioni, hech kim senga bu festivalga xotin bola chaqang boryapti, bormayapti deb so'ramadi. Bu festivalni tashkil qilgan tashkilotchilarga, hokimlarga bir munosabat bildirgan. Yana hamma diqqat qilish kerak bo'lgan juda muhim nuqta shuki, bu pivo festivali 4-iyundan 8-iyunga qadar davom etdi. Ya'ni payshanbadan dushanbaga qadar davom etdi. O'rtada qaysi kun bor? Juma. Nima deb o'ylaysizlar? Juma kuni xutbaga imomlar chiqib, "Ey ota-onalar, ey bolalar, ehtiyot bo'linglar. Yurtimizda pivo festivali bo'lyapti. O'tda ishtirok etmanglar. U yo'ga Allohning la'nati yog'ilib turadi. Ey ota-onalar, farzandingizga e'tibori bo'linglar, uydan chiqarmanglar" deb turib ogohlantirdimi? Buni diniy idora vakilidan eshitasiz, nima haqida ma'ruza bo'lganini. Ana endi bu fahshga to'la pivo festivalini tashkil qilish va unda ishtirok etish joiz emas ekanligini, harom ekanligini dalillari bilan keltirib beramiz. Garchi bu saroy mullalari sizlarga aytmasa-da, biz o'zimizdan soqit qilib qo'yamiz. Alloh azza va jalla Moida surasida aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru" oyat davom etadi. Ey iymon keltirganlar, ey musulmonlar, ey o'zini musulmonman deydiganlar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, kim o'zini musulmonman desa, u prezident bo'ladimi, hokim bo'ladimi, tashkilotchi bo'ladimi? Albatta xamir, ya'ni barcha spirtli ichimliklar, uning ichiga pivo ham kiradi, aro, tekilla, martini, viski, hammasi buning ichiga kiradi. Rijsum min amali shayton. Bu narsalar iflos, harom bo'lgan shaytonning amalidandir deydi Alloh azza va jalla. Mana ko'rib turmiz, bu festival fahsh munkardan boshqa narsa emas. Va boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ummatimda shunaqangi bir qavm, shunaqangi bir toifa bo'ladiki, yastahillunal hira wal harira wal khamra. Ular o'zlariga zinoni, ipakka va barcha spirtli ichimliklarni halol qilib olishadi. Subhanalloh, qanaqa qilib halol qilib olishadi? Xoin imomlar sababli halol qilib olishadi. Boshqa bir hadis bunga dalolat qiladi. Va yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlab aytadilarki, la'ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fil khamri 10. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam spirtli ichimliklarga tegishli 10 ta odamni la'natladilar. Kim ular? Quyib berganni, siqib berganni, olib kelib berganni, ko'tarib kelganni, ichganni, ichirganni, sotgandan pulini, foydasini olganni, hammasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlaganlar. Bu festival la'natlaganlarning festivalidir. To'g'ri, ichinglardan ba'zi biringlar aytishinglar mumkin. Men u joyga shunchaki ko'ngil yozish uchun bordim, ko'rish uchun bordim deb. Bunga ham javoban Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru alayha al-khamr. Spirtli ichimliklar aylantiriladigan dasturxonda, ya'ni siz u yerda ichmasligingiz mumkin, atrofingizdagilar ichishi mumkin.
o'sha joyda aslo va aslo o'tirmasin, hargiz o'tirmasin. Bu yerda la nahiya bilan nunu tavkidni thaqilasi turibdi. Aslo va aslo hargiz hech qachon o'tirmasin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytaryaptilar. Holat ajoyib bir holatga yetib bordiki, qachon siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashib Alloh azza va jallani rozi qilishga haris bo'lsangiz, sizni bu yo'ldan qaytarishadi. Qachonki siz shaytonga ergashib, fahsh munkarga ergashsangiz, sizni bemalol qo'yib qo'yishadi. Va bu o'rinda diniy idora ham, xoin soxta saroy mullalari ham sukut saqlaydi. Ana endi suhbatni to'lig'ini eshitishingiz mumkin. Yıkılmaz sandığınız bu düzen, yıkılacak mal ve evlatlarınız, fayda sağlamaya... Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fatvo markazining qo'ng'iroqlar markaziga xush kelibsiz. Iltimos, ulamolar javobini kuting. Sizning pozitsiyangiz navbatda. 14. Iltimos, operatorning javobini kutib turing. Sabringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alo. Alo. Alo, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Rahmat, alhamdulillah. Charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Aka, bu diniy idorani fatvo bo'limining raqamini va sizga savol bersak bo'ladi, shundaymi? Ha, shunday. Ha, mashalloh. Aka, bu qayerda telefon qilyapsiz? Ha? Qayerda telefon qilyapsiz? Men Germaniyaning Hanover shahridan telefon qilyapman. Aha, beravering savolingizni. Xo'sh, bu 5-iyun kuni juma kuni xutbada nima haqida ma'ruza qilindi? Shu narsani haqida xabar bera olasizmi? Buni O'zbekistondami? Ha, albatta. O'zganing haqqi ekan. O'zganing haqqi. Ha, ha. O'zganing haqqi olovdan libosdir mavzu. Ha, mashalloh. Tushundim sizni. Keyin ikkinchi savolim shundan iborat, aka. Shundan iboratki, 4-iyundan 8-iyunga qadar mana Toshkentda pivo festivali bo'lib o'tyapti. Hali ham bugun oxirgi kun ekan. Shu festivalga sizni fikringiz bir musulmon sifatida yoki diniy idoraning vakili sifatida va mana shu yurtimizda 95% musulmon deyiladi-ku, mana shu 95% musulmon bo'lgan xalqqa ichida fahshga to'la musiqalar sadosi ostida Alloh va Rasuli qaytargan pivo festivalida ishtirok etish va unda qatnashish va buni o'tkazishga ruxsat bergan insonlarga nima deya olasiz va bu narsa dinimizda joizmi? Hop. Ovozimni yozib olmayapsiz-a? O'zingiz uchun so'rayapsizmi buni? Ovozingizni yozyapman aka. Oldin so'rash kerak-ku, yozishdan oldin. Bu shar'an nojoiz-ku. Yo'q, bu shar'an nega nojoiz bo'ladi? Chunki bu fatvo diniy idorasining fatvo raqamini deb turib hammaga oshkor qilinyapti-ku, mana bemalol savolinglarni so'raysizlar deb. Ya'ni haq hech qayerda bekitilmaydi, to'g'rimi? Savolingizga javob olishingiz mumkin xolosda. Yo'q, bitta narsada ovozini yozish uchun ruxsat so'rashingiz kerak. Bunga dalil bormi? O'zingiz uchun so'rash uchun qo'yilgan bu. Dalil bor albatta. Omonat degan narsa bor. Xo'p, ba'zi bir savollar bo'ladi, ommaga aytilmaydi. Ba'zi bir savollarning javobi shaxsiyga aytiladi. Yo'q, Alloh va Rasuli ochiqdan ochiq harom qilgan narsa ustida qanaqasiga bu narsaga xosga savol javob beriladi? Xo'p, bitta narsada bu narsani shar'iy jihatdan tarqatishga ruxsat yo'q. Endi siz qanday darajada ilmdan xabardorsiz buni bilmadim. Xo'p, harom narsa, endi umumiy ma'noda javob beraman. Harom narsa, ya'ni haromga targ'ib bo'lgan joyga borish, qatnashish mumkin emas. Allohning la'nati yog'ib turgan joyga turish ham mumkin emas. Umumiy ma'noda shu nimalar bor. Joiz emas. Ya'ni bizning yurtimizda bo'ladigan bu narsaga bir diniy idora vakilining sifatida bu narsani o'tkazish, qatnashish joiz emas. Shu narsa to'g'ri, a? Bu endi bitta narsada, ya'ni islomiy qonun qoidalar bilan boshqariladigan davlat emas O'zbekiston. Ya'ni konstitutsion, ya'ni demokratik davlat, bilaman. Dunyoviy qonunlar bilan boshqariladigan davlat. Endi dunyoviy davlat bo'lgandan keyin
o'sha dunyoviy davlatdagi insonlarni xohishidan kelib chiqib davlat shart-sharoit yaratib beradi. Xo'p, sizni tushundim. Sizni tushundim aka. Mana shu dunyoviy O'zbekistonda. Mana shu dunyoviy davlatda musulmon kishi amalga savol berdingiz. Xo'p bo'ladi. Eshitib turing. Xo'p bo'ladi aka. Eshitib turing. Savol bergandan keyin eshitib turing. Xo'p bo'ladi. 16 ta diniy konsepsiya bor. 16 ta diniy konsepsiyada demak mana shu 16 xil e'tiqod vakillariga e'tiqodlariga ehtiyojlari miqdorida sharoit yaratib beradi davlat. Lekin bunisiga birini biriga majburlamaydi. Ya'ni har bir inson qonuniy davlat bo'lgani bilan har bir inson o'zini vijdon erkinligiga ega. Boshqa din vakillarini, ya'ni shariatda qaytarilgan, masalan musulmonlarda qaytarilgan narsani musulmonlarga majburlamaydi davlat ham. Xohlasa ishtirok et deydi. Xohlasa ishtirok et deydi. Shuning uchun musulmon odam nima qilish kerak desa, musulmon odam harom, ya'ni aqidasi bo'yicha harom bo'lgan demak ishlarga qatnashmaydi. Harom ishlar qilinadigan joylarga bormaydi. Masalan, aroq do'konlari ochilgan, musulmon odam, e'tiqodli odam bu ish haromligini biladi, u yerga bormaydi. U yerga borishga davlat majburlamaydi ham. O'sha kimi e'tiqodi to'g'ri kelsa, marhamat qilib borishi mumkin deb ochib qo'ygan. Ha, sizni tushundim. Endi gapirsam bo'ladimi aka? Gapiring. Sizni javobingizdan to'g'risi biroz bo'lsa ham xursand bo'ldim, chunki Allohdan qo'rqqan holatda javob berishga harakat qildingiz va ba'zi bir narsalarni men inobatga olgan holatda endi siz aytyapsizki, bu dunyoviy, ya'ni demokratik davlat, insonlarning qonuni bilan boshqariladigan davlat, Allohning hukmi bilan boshqariladigan davlat emas deyapsiz. To'g'ri. Mana shu insonlarning huquqlari bilan boshqariladigan davlatni boshqarayotgan shaxslar musulmon deb bilasizmi? Ha, musulmon deb bilasiz. Prezident bo'lsin yoki xavfsizlik organlari bo'lsin, siz bularni musulmon deb bilasiz va shundan kelib chiqqan holatda Alloh azza va jalla musulmonlarga bunaqa narsalarni tashkil qilishda yordam bergan. Misol uchun Umar radhiyallohu anhu xilofatlarida, Abu Bakr radhiyallohu anhu xilofatlarida nasroniylar, yahudiylar, majusiylar bo'lgan. Ular u davrda ham aroq, sharob, shunaqa xamirlar sotilgan. Mana shunaqa festival qilib berishmagan-ku. Ichganni ham bekitib ichishgan. Bu birinchi masala va Alloh azza va jalla oyat aytadiki, ya ayyuhallazina amanu deb turib musulmonlarga xitob qilib turibdiki, innamal xamru val maysiru, ya'ni o'sha spirtli ichimliklar, piva bo'lsin, aroq bo'lsin, tequila bo'lsin, red label, black label, viski bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar harom bo'lgan iflos ishlardir va shaytonning amalidandir deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulli muskirin hamrun, hamma mast qiluvchi narsa xamirdir. Qarang, oyatlarda, hadislarda bilamiz. Bizga uni eslatishingizning hojati yo'q. Maqsadingiz nima? Men sizga hadis aytib turgan vaqtda siz meni to'sishingiz, men sizga hadis aytayotgan vaqtda menga aql o'rgatishingizning hojati yo'q. Men bilaman, u oyatlarda ham, hadislarda ham bilaman. 10 yil o'qiganman shunga. Xo'p, mashalloh 10 yil o'qigan ekansizlar. Okey, mana shu 10 yil o'qigan narsalarga nimaga amal qilmaysizlar? Nimaga boshqa mana shu narsalarni ishtirok etayotganda nega biron bitta mana qarang. O'zbekistonga keling. O'zbekistonga keling deysizmi? O'zbekistonga keling, birga amal qilamiz. Amru ma'ruf nahiy munkar sizga ham farzmi? Albatta, men turgan joyimdan qilyapman-ku, okey. Siz ham turgan joyingizdan qilsangiz bo'ladi, men sizga majburlamayman. Okey, men sizga majburlamayman. Men sizga aytayotgan narsa. Qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Mana masjidda qarang, kechagina 5-iyun kuni bu festival 4-iyun kuni boshlandi. 5-iyun kuni masjidlarda boshqa narsa da'vat qilindi, okey? Mana okey, o'zingiz ham o'ylanib qolyapsiz. Birodar, mendan kattadirsiz, kichkinadirsiz, men sizni malomat qilmayapman, biror narsaga majburlamayapman. Men sizga va siz bahona bu xalqqa murojaat qilyapman. Qadimda Firavnning sehrgarlari bo'lgani kabi, ular xalqni Firavnga tobe qilib bergani kabi, kunimizdagi Firavnlarga sizlar xalqni tobe qilib berish rolini ijro etib beryapsizlar. Alloh ochiq harom qilgan narsani halollab bermayaptimi tepadagilar? To'g'rimi? Mana shu festival aslida yurtimizda mumkin emas. Masjidlarda aytyapmiz lekin. Masjidlarda aytilmadi, okey, bu jumada aytilmadi masjidlarda. Masjidlarda o'zi aytib turibsiz nima haqida da'vat qilinganini. Aytilmagan bo'lsa, umuman aytilmayapti degani emas-ku, boshqa jumalarda ham aytilyapti haromligi. Nimani haromligi? Mana shu festival haromligi aytildimi? Qatnashish joiz emas, o'tkazish joiz emas. Aroqni haromligi, mast qiluvchi ichimliklar haromligi masjidlarda aytilyapti. To'g'ri, bu narsa aytilmoqda. Bunaqa festival o'tkazganlarni la'natlash haqida-chi? Alloh va rasulini la'natlamadimi? Olib kelib berganni asiroha, mu'tasiroha deb turib Alloh azza va jallaning rasuli sanab o'tmadimi bu masalani?
olib kelib bergani, siqib bergani, quyib bergani, eltib bergani, sotgani, mana shu narsalarga ruxsat berayotgan davlat xavfsizligi xizmati yoki bo'lmasam prezident emasmi aka? Hop, bitta narsa. Bu narsani ularni himoya qilib berayotgan sizlar emasmi aka? Imomlar emasmi aka? Ha. Men Alloh uchun sizga eslatma qilaman xolos. Keyingi savolimni bersam bo'ladimi? Alo. Yıkılmaz sandığınız bu düzen, yıkılacak mal ve evlatlarınız, fayda sağlamayacak ebediyet hevesi kursaklarda kalacak. Melekler vura vura canınızı alacak. Yıkılmaz sandığınız bu düzen, yıkılacak mal ve evlatlarınız, fayda sağlamayacak ebediyet hevesi kursaklarda kalacak. Melekler vura vura canınızı alacak. Rahman'ın huzurunda mazeret son bulacak ve o gün bütün sırlar vuzuha kavuşacak. Yenileceksiniz, yenileceksiniz yiğit muahitlere. Yenileceksiniz, yenileceksiniz, yenileceksiniz. Hepiniz cehenneme sürüleceksiniz. Yenileceksiniz.